Assalomu alaykum obunachilar, hurmatli obunachilar. Yana xudo xolasa bir shipirimizni boshladik azonda. Mana xudo xolasa shipirlarimiz ham bo'ldik. Xudo xolasa shipirlarimiz ham yo'rgan tarafimiz bo'ldik. Bo'lgan tarafimizda juda bir lis qoldi. Xudo xolasa azonda boshladik buni. Ajoyib atibina. Samolyotlarni ajoyib etib urib, kartostaqlarni ham qo'ydik. Xudo xolasa yetib. Bu yan tarafimiz uzuni bo'ldi 8 metr bo'ldi. Bu yanda emanchamiz bor Pirus, shuna 10 metr bo'ldi-da bu yan tarafimiz. Xudo xolasa juda bir lisimiz qoldi. Xudo xolasa bu joyimiz ham bir kun xudo xolasa bitirib tugallab yegalarni topshirib ketamiz. Xudo xolasa sog'lik bo'lsa. Mana shunday ishlarimiz ketib turibdi. Bu yan taraflarni ham kartostaq qo'ydik. Shunda yana bir lisimiz maza alsak ajoyib bo'lib ketadi. Shuna joyimizni boshlaganlarimiz bugun 4,5 kun bo'ldi. Arada ish kuni dam oldik. 21'inde ish boshladik. Men yana chislarni aytib o'tadigan bo'lsam, 2026-yil 22 mart bugün xudo xolasa. 4,5 kunda bu joyimiz bitti xudo xolasa. 2,5 kunda qarg'asi bitti. Plus akşam frontona, telefonni ishladik. Bir kunlarimiz ketdi, yana bir kunda lisani o'tib bo'ldik. Shunday sifatli kime xizmatlar kerak bo'lsa murojaat etaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 99 dan 058 63 94 bo'ladi. Qazaras bo'ylab ishlayveramiz. Shundan kelishilgan holda narx-navolar. Bunda Pirus pajani xod bo'lmagan ham bizara bir ne bo'ldi-da. Udashni bo'ldi. Shuning uchun lisimiz tez bitdi. Yegalar pajani xod kerakmi dedilar. Yegalarning fikridan bir navbat olgan holda qo'ymasak bino qo'ymadik. Xudo xolasa yetib ishimiz ham tugallaymiz. Xo'sh, bu tarafdan mesela vetroqlarni urib, ajoyib etib vetroqlarni urdik. Ajoyib etib shunday xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar.